Volis O'zbekiston hukumatini Birlashgan Arab Amirliklarida o'limga hukm qilingan fuqarolarini himoya qilishga chaqirdi. Rossiyada musulmonlar qabri toptaldi. Bosqinchi Isroil yana bir mudhish jinoyatini tan oldi. Buxoroda Bahouddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi tashkil etiladi. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan jarayon ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Volis O'zbekiston hukumatini Birlashgan Arab Amirliklarida o'limga hukm qilingan fuqarolarini himoya qilishga chaqirdi. Butunjahon huquqshunoslar uyushmasi O'zbekiston fuqarolarini Birlashgan Arab Amirliklarida qatl etilishdan saqlab qolish uchun kurashmoqda. Bu haqda uyushma maxsus bayonot bilan chiqdi. Avvalroq xabar qilganimizdek, 3 o'zbekistonlik Olimboy Davlatyorov, Mahmudjon Kenjaboyev va Azizbek Ismoilov Moldova Isroil fuqarosi Zvi Koganni o'ldirishda ayblanib, ularga nisbatan Birlashgan Arab Amirliklari sudi tomonidan o'lim jazosi tayinlangan edi. Volis ushbu jazo turi xalqaro qonunlarga zid ekanligini bildirmoqda. Bundan tashqari, tashkilot O'zbekiston hukumatini ham Birlashgan Arab Amirliklaridagi diplomatlar orqali mustahkam choralar ko'rishga, ularning huquqlarini himoya qilish hamda o'lim jazosi va qamoqdan saqlanishini ta'minlashga chaqirmoqda. O'zbekistonda haj va umra ziyoratlari uchun yagona portal ishga tushadi. Din ishlari bo'yicha qo'mita va raqamli texnologiyalar vazirligi 2025-yil 1-sentyabrga qadar haj va umra yagona portali hamda uning mobil ilovasini ishlab chiqadi. Bu prezidentning diniy sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishga doir farmonida ko'zda tutilgan. Portal haj tadbirlariga boruvchi fuqarolarning yagona elektron navbati hamda umra tadbirlariga yuboriladigan ziyoratchilarning elektron ro'yxati shakllantiriladigan tizim hisoblanadi. Unda haj va umra faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish va rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlar raqamlashtiriladi. Vazirlik va idoralar qo'mita so'roviga ko'ra o'zining axborot tizimlari portalga integratsiya qilinishini ta'minlaydi. Qo'mita portal faoliyatini moliyalashtirishga, texnik jihatdan qo'llab-quvvatlashga aloqador davlat va nodavlat tashkilotlar uchun foydalanish imkoniyatini yaratishga mas'ul davlat organi hisoblanadi. Iordaniyada ayollar o'rtasida xalqaro Qur'on musobaqasi o'tkazilmoqda. Iordaniyada 40 mamlakatdan borgan ayollar o'rtasidagi 20-xalqaro Qur'on musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Aytish mumkinki, 1993-yildan buyon tashkil etib kelinayotgan ushbu musobaqa dunyodagi eng qadimiy va nufuzli Qur'on musobaqalaridan biri hisoblanadi. Shu vaqtgacha musobaqalarda 45 mingdan ortiq ishtirokchi qatnashgan. Vaqflar vazirligining ayollar ishlari bo'yicha direktori Lamis Al-Hozimiyning aytishicha, ayollar o'rtasidagi bunday musobaqalar mamlakatda 20 yildan buyon muntazam o'tkazilib kelinmoqda. Ma'lumot uchun, ayni paytda ushbu Qur'on musobaqasida 40 mamlakatdan 44 nafar ishtirokchi qatnashyapti. Rossiyada musulmonlar qabri toptaldi. Ryazan viloyatining Kasimov shahrida noma'lum shaxslar musulmonlar qabristoniga hujum qilib, bir nechta yodgorliklarni vayron qildi. Rossiya musulmonlari diniy boshqarmasi xabar berishicha, 4 ta qabr toshiga shikast yetkazilgan. Ular orasida 2-jahon urushi qatnashchisi, Kasimovda tug'ilgan va Kursk jangida jasorat ko'rsatgan Mahmud Davlatsarovning yodgorlik toshi ham bor. U urushda ko'rsatgan jasorati uchun 2-jahon urushi 1-darajali ordeni bilan taqdirlangan edi. Xabarda aytilishicha, mazkur hodisa yuzasidan hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosqinchi Isroil yana bir mudhish jinoyatini tan oldi. Bosqinchi Isroil armiyasi Sahl G'azo sektorida falastinlik shifokorlar va qutqaruvchilarni otib tashlaganini tan oldi. Ommaviy axborot vositalari marhum tibbiyot xodimlaridan birining telefonida topilgan videoni e'lon qilganidan keyin video tafsilotlari yuzaga chiqdi va sionistlarning yana bir jinoyati oshkor bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, otib tashlangan shifokorlar hamda boshqa 14 gumanitar ishchi ommaviy qabrga dafn qilingan. Hujum 2025-yilning 23-martida sodir bo'lgan. Sahl bayonotida bu jinoyatlar uchun brigada komandiriga tanbeh berilgani aytilmoqda. Garvard Trampni sudga berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Garvard universitetiga $1 milliard federal mablag'ni to'xtatdi. Bu qaror universitetda talabalar tomonidan Falastinni qo'llab-quvvatlash aksiyalari o'tkazilganidan so'ng qabul qilingan. Prezident ma'muriyati universitetga bir qator rasmiy talablar yuborgan, ammo Garvard bu talablarga rozi bo'lmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, universitet hukumat talablarini bajarishdan bosh tortgan va sudga murojaat qilgan. Bu orqali qariyb $9 milliard moliyaviy foydalanish tekshiruvi boshlangan. Bahouddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi tashkil qilinadi. Buxoro viloyatida Bahouddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi tashkil etiladi. Bu haqda prezident farmoniga ko'ra, Bahouddin Naqshband va Naqshbandiylik tariqati allomalarining yuksak insonparvarlik g'oyalarini ilmiy asosda o'rganish ushbu markazning asosiy vazifalaridan biri bo'ladi. Shuningdek, Imom Motrudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi Vazirlar Mahkamasi bo'ysunuviga o'tkazilgan.
U islomshunoslik yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlarni hamda din bilan bog'liq jarayonlar bo'yicha tahlillarni amalga oshiruvchi ilmiy tadqiqot muassasasi etib belgilangan. Bundan tashqari farmon asosida diniy ma'rifiy sohada ta'lim, fan va ilmiy tadqiqotga oid faoliyatni muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil qilinishi ko'zda tutilmoqda. Qayd etilishicha, ushbu kengash ushbu sohalardagi barcha jarayonlarni muvofiqlashtirish masalalariga mas'ul bo'lgan maslahat organi hisoblanadi. Azon Globalda jarayon tahlillarini kuzatib borib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.